Assalamu alaikum everybody. Demek bugün sizler bilen keyinki dersimizde görüp çıkağımız. Bugün informal letter'ımızın application türünü görüp çıkağımız sizler bilen. Özü informal letter'ın türleri boladı mı, bunlara anık bir şablon var mı, dep soruyu Allah üçün. Aslında qarağında informal letter'a anık bir şablonam, ya bulmasa anık bir türünü bilip yazışam şart emas. Lekin bize strong B2 alış niyetimiz bolsa, C1 alış niyetimiz bolsa, her birinin üstünde işlep çıkağımız yaxşı ortaqla. Demek bugün sizler bilen application türünü görüp çıkağımız eken. Demek application türündə bizlərə anıq bir event veriladi, hər daimki deyin və savalı veriladi. Prosto bizə main body'də fərqlab alışımız gerek. Demək bugünkü sample answer'ımızı sizlə bilən görüb çıxamız. Birinci olub eventimizni discussion etib alalım. Demək bizlərə you received a local YAS art competition. You received this letter. Thank you for applying to the YAS art competition. Could you tell us what materials you will need for your presentation? Would you be also interested in helping younger participants after the event? Demek bize mən bir art kompetisiyası üçün apply et qoyma, yəni hüccət tapşırıq qoyma və mənə ulanı başlığı xat yazdı. Bu xatımızda bizlərə birinci olub rəhmət aytı tutdu qatnaşqanımız üçün və şu bilən birgəlikdə kompetisiya davamında neçik materiallar gerek, üzlərimizə gerek ihtiyaclarımızı aytıb ötüşümüz gerek. Keyin bizə aytıb qoyubdu, şu bir kompetisiyadan keyin sən yaşlar üçün tögərək ətib bər öləsənmi, şuna qızıqasanmı? Dep bizədən sorab tutdu degan. Keyin bunda indi mən dostuma yazışım gerek informal kısmında. Write a letter to your friend telling about your participation, what will you present and how you feel about mentoring younger students. Bizə aytadı, sən dostuna bu kompetisiya davamında novu çıxarıb bərəsən və sən tögərək ətişə razımısan, razıməsmisən, şunu aytıb ötdüydü. Demek bize de application kısmımızın ne oldu degen. Bizden sorab tuttu, bize apply et koyupmuz, yani hüccət tapşırıq koyupmuz. İndi şunu tasdiqlab berişimiz gerek ve bizlere gerek materialla, şu bilen birgelikte ben tögerek açamam mı, açmıyorum şunu aytıb berişim gerek buladı. Demek bize application kısmımızda şunun bir body'la buladı. Üzü informal letterlarımıza story et yazıp getiveremiz. Story etib yazadığım bolsaq bizlərə B2 ətrafında, yəni 51-dən 55-ə bal qoyub bərədi. Bundan bələnd etcək bolsam, mən body'lərə bölüb alışım gerek boladı. Yəni introduction greeting kısmı, yəni salamlaş. Dear my friend, hey my friend degənim şu greeting boladı. Ki eymi, nə üçün xatımı dostuma yazıb tutma? Şunun səbəbini aytıb geçişim gerek. Ki main body ortaqlar, main body'miz fəqət bir dana main body boladı. Bu main body'miz 2 dana request'dən ibarət boladı. Request'ni nədən alamız indi bizə? Bizə aytıb qoyubdu, sən dostuna ait, sən qatnaşığın haqqında və sən şu studentlərini teyalaşa qızıqıb durubmusan, qızıqmayın durubmusan. Şu bizə də 2 dana tələb varkən, 2 tələbini öz içine alğan dərsə bizə də main body buladı. Keyin conclusionumuzda hook və ending buladı. Üzü köpçülük studentlər soruydu, Damla hook nə o degen? Hook degen bizlərə çırayla ətib birar bir nərsəmizin xulasalab bəriş, ya çırayla ətib başlab bəriş. Ama indi mən hook'nu conclusion kısmına koyma. Yani dostuma yazgan letter'ımı çırayla etib xulasalab bərişim gerek və şu bilən birgəlikdə ending buladı. Özünlə əsrə sağ bol degen gəflər bilən buladı. Ama indi sizlər bilən bizə hazır çotki boğan sample answer'ını görəmiz. Mən tarafımda yazılған və şu bilən birgəlikdə bizə application letter'ımız üçün neçik struktura gerek və şu bilən birgəlikdə neçik sözlərini faydalanırız. Şularını bir yandan görüb çıxamız ortaqla. Ana indi ortaqla sizlər bilən mən tərəfdə yazılған sample answer'ını bir yanına vocabulary və application letter'ımız üçün gerek bolğan strukturasını görüb çıxamız ekan. Demək getdik. Bizə aytıb qoyubdu, giriş kısmı bu. Dear Tom. Yəni bizə bu salamlaşıq kısmı buladı. Bizə bunu hey Tom dep getsəkən buladı. Ana indi bizə introduction, giriş kısmını görüb çıxamız. Eyim, yəni maqsadım dostuma yazadığım maqsadım. Okuyduğum bolsaq, it has been quite some time since we last had a proper chat and something truly memorable happened during my upcoming participation in the YAS art competition. I was beyond excited to be shortlisted to exhibit my artwork, which genuinely felt like a breakthrough moment. Şu kısmımız bizəni eğimimiz buladı ekan. Ama indi bu kısmımızdan gerek buladığın struktura və vocabulary bir yandan görüb çıxamız ekan ortaqla. Demək, Birincisi bizə də salamlaşıq kısmını görüb çıxdıq. It has been quite some time degen köp vaxt boldu. Dep bunu əldəki letterlarımızda görüb çıxan edik. Ana indi bizə də şunun bir çotki sözümüz var. Bu had a proper chat. Had a proper chat degen nə ortaqlar? Bu
meaningfully, talking meaningfully with someone. Yani have a proper chat. Yani teng bo'ladi. Talk with someone meaningfully. Birov bilan dildan gaplashish deb endi tarjima etamiz biz o'zlarimizning shevamizda. Birov bilan gaplashish, suhbatlashish bo'ladi. Bu yerda aytib qo'yibmiz, sen bilan gaplashganimga ko'p vaqt bo'ldi and something truly memorable. Something truly memorable degan no. Ko'pchilik ishi formulaga tushunmaydi. Bu no degan o'rtoqlar. Ikkinchi ko'ramiz. Something truly memorable. Yani very exciting thing. Dim ajoyib narsa. Bu formulani ko'pchilik tushunmaydi. Bizlar birinchi bo'lib gumon almashlarini yozamiz va undan keyin sifat ishlatish formulasi bor. Bu formula bizlarga katta balo olib beradi inomini yozgandan ko'ra. Shu ma'noni anglatadi, ya'ni ajoyib bir narsa sodir bo'ldi dejak bo'lsam men very exciting thing demaymizmi? Something truly memorable. Buni o'zgartirsak bo'ladi something truly interesting. Shu sifatini o'zgartirib turib, bo'y bir letterlarda ma'nosini o'zgartirib yozishimiz mumkin o'rtoqlar. Demak, bizlar bu yerda aytdik, sen bilan gaplashganimga ko'p vaqt bo'ldi va ajoyib bir narsa sodir bo'ldi. Meni no davomida edi. Upcoming degan so'zimiz bor bolalar. Upcoming teng bo'ladi bizda. Upcoming shunning bir meaningni beradi. The thing that will happen soon. Yani yaqinda sodir bo'lajak narsalar uchun biz sifat ishlatsak bo'lsak, ish so'z dum shikarni o'rtoqlar. Ya'ni masalan my upcoming exam deyishimiz mumkin. Meni oldimdagi ekzamen. Ben ham aytib qo'yaman, meni yaqinda shu yoz art kompetitsiyasini qatnashishim davomida cho'tki bir narsa sodir bo'lganini senga aytib berjakman va shu bilan birgalikda bizning gaplashganimizga ko'p vaqt bo'ldi. Endi shuni senga aytib berjakman deb biza girish qismi aytdik. Bu salomlashuv qismi bo'ldi. Ana endi biza maqsadimizni to'liq aytib chiqishimiz kerak bo'ladi ekan. Demak, bizda shunday bir I was beyond excited degan so'zimiz bor. Bu no. I was beyond excited. Buni ma'nosi dum cho'tki. Ya'ni to be beyond excited. To be beyond excited teng bo'ladi. To be very happy. Bu narsamiz o'rtoqlar shunda beyond degan, excited degan so'zni hamma biladi, lekin beyondni shunday bir ravish ekanligini hech kim bilmaydi. Beyond very no nunda ishlatadi o narsamiz. Masalan, I am beyond happy desam ham bo'ladi, I am beyond interested desam ham bo'ladi. Shuning uchun bu yerda men dim hayratlandim, ishi artwork uchun tanlanganima degan gap bor edi. Ana endi bu yerda ishida shortlisted degan so'zimiz bor. To be shortlisted to do something. Ya'ni bu narsamiz to be shortlisted, listed to do something. Yani bu teng bo'ladi bizlarga to be chosen to do something. Yani biror bir narsa qilish uchun alohida tanlanish deb tarjima etamiz. Masalan, bu yerda shu kompetitsiyada men alohida tanlanganligim uchun juda xursandman degan ma'no kelib turibdi bizga. Keyin izini o'qigan bo'lsak, my artwork which genuinely felt like a breakthrough moment. Keyin o'rtoqlar ko'pchilik ishi breakthrough degan narsani aniq ma'nosini bilmaydi. Noto'g'ri yerda ishlatilib ketadi. Breakthrough 90% holatda moment degan so'z bilan keladi. Bu no degan. Ya'ni biza ko'p letterlarda aytamiz. Breakthrough moment. Ko'pchilik buni oddiy versiyasini ishlatib ketadi. Bu B1 darajada, bu so'zimiz esa C1 darajada ishlatsak bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni a memorable time degan ma'noni anglatadi bu. Masalan, time demadik deb bera, moment dedik. Nechun degan bo'lsak, breakthrough'ni o'zi C1lik so'z, buni yonina biza B1lik so'z qo'yib bilamiz. Breakthrough time deb bilamiz, yo bo'lmasa breakthrough event deb bilamiz. Har doim breakthrough moment bilan kelishi kerak.
Ana endi o'rtoqlar bizning asosiy qismimiz bor edi. Asosiy qismimizda bizlarga 2 dona talab berilgan edi. O'zimga kerak narsalarni ulardan so'rab olishim kerak, ehtiyojlarimni va shuni do'stimga tushuntirib berishim kerak. Keyin esa men to'garaga rozimanmi, rozi emasmanmi, shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Demak, birinchi paragrafimiz, ya'ni main body'imizning paragrafi for the presentation. Har doim biz o'rtoqlar shuni e'tibor beringlar. Men biror bir narsa so'rajaqimda, ehtiyojlarimni so'rajaq vaqtimda for bilan berib ketamiz. For'ni o'rnini esa bizlar shu bilan birgalikda yana bir so'zimiz bor o'rtoqlar. For something yoki as for something. Alternativ etib ikkisini ham ishlatsam bo'ladi. Biror narsa uchun menga mini narsalar kerak. As for degan esa sal ma'nosi boshqaroq. Shu narsaga keladigan bo'lsak, ya'ni meni prezentatsiyamga keladigan bo'lsak, yo bo'lmasam meni ehtiyojlarimga keladigan bo'lsak, mini narsalar kerak. Keyin bolalar, shuning meni ehtiyojlarim degan vaqtda biz shuning bir texnikal so'zlarni yodlab qo'yishimiz kerak har tema bo'yicha. Masalan, bizlar restoran haqida tushadi, shop haqida tushadi va kompetitsiya haqida tushib turibdi, ya'ni art. Art haqida biz shuning bir technical so'zlarni yodlab qo'yishimiz kerak, artga oid bo'lgan. Masalan, bir aytib qo'yibman, for the presentation I will need, menga endi kerak bo'ladi kelajakda, professional grade acrylic paints, a reliable easel and the 2 textured canvases. Ina shu yerda acrylic paints, reliable easel and the 2 textured canvas degan so'zlarimiz bizlarni o'rtoqlar texnical so'zlar deb aytiladi. Bularning darajasi C1 darajada va bizlarning letterimizni yanada bolni ko'tarib beradi ekan. Keyin shunda bizlarga bir yuqori darajadagi so'zimiz bor. Technical so'zdan tashqari professional grade. Ko'pchilik buni faqatgina professional bilan ishlatib ketadi. Bu albatta B2 darajada, ya'ni 51-55 atrofidagi so'z bu. Lekin buni biz sal so'z qo'shib beramiz, ya'ni grade degan so'zni qo'shib C1 darajadagi so'z yozamiz. Professional grade deganimiz professional darajada deb tarjima etamiz. Ya'ni on the level of professional. Ya'ni professional darajadagi narsalar. Men aytib qo'yman, bu yerda professional darajadagi acrylic paints degan cho'tkalar. Professional darajadagi cho'tka, shu bilan birgalikda bizlar easel degan narsamiz bor, bir rasmni tutib turadigan tutqichi. Rasm tutib turadigan tutqichi kerak menga va 2 textured canvas degan rasm chizadigan narsamiz bo'ladi. Rasm chizadigan materialning o'zi. Shunday narsalar kerak. Bu technical so'zlar. Demak, menga kerak narsalarni men berib o'tdim. Biza application letterimizda o'z ehtiyojimni aytsak bo'lsam, demak biza for yoki as for'dan foydalanib ketamiz. Ana endi ikkinchi talabimni o'tdim. Men to'garaga rozimanmi, rozi emasmanmi? Biz ham buni ishlatib boshlaymiz. Mendan so'radi, sen to'garaga rozimisan, rozi emasmisan? Ya'ni mendan so'rab turibdi, men shu yerda so'raganini bildirishim uchun biza paragrafga girish qismida shunday bir linker berishimiz kerak. Bu interestingly degan so'z. Ya'ni interestingly teng bo'ladi. Bizlar what's more. Yana ular mendan shu narsani so'radi, yo bo'lmasa menga shu narsani taklif etdilar deb ketib bilishim kerak. Shunda biz ikkinchi main paragrafimizga interestingly yo bo'lmasam what's more bilan girsak cho'tki bo'ladi ekan application letterlarda. They also invited me to mentor a few younger participants, which sounds both humbling and inspiring. Shu bilan birgalikda ular meni yosh bolalar uchun bir nechta yosh, ya'ni qatnashuvchilar uchun to'garaga chiqib berishimni taklif etdilar. Bu narsa sounds both humbling and inspiring degan narsamiz, bu narsa men uchun oddiy tuyularadi, lekin ajablanarli degan so'zimiz bor. Both humbling and inspiring, guys. 10-chi so'zimiz bo'ladi bu. Both humbling and inspiring. Bu no degan ma'noni anglatadi. Bu bizada simple but great. Shu ma'ni to'garaga o'tishim oddiy, ya'ni humbling, oddiy, lekin
ajoyib bo'ladi degan ma'noni anglatib qo'ydi. Tushda kerak o'tishim meni humbling and inspiring. Ana endi keyingi eng oxirgi narsamiz conclusion. Conclusion aytib o'tgandek, hook degan narsa bo'ladi. Yozib o'tgan narsalarimizni cho'tga aytib bir xulosa aytib berishim kerak va xayrlashuv bo'ladi. Xulosa qismida har doim men application letterlarda maslahat berar edim. Honestly degan so'zdan foydalanishni. Honestly degan so'z doğrusunu aytadigan bo'lsam, I am counting down the days. Ana endi shunda bizlar zo'r so'zimiz bor ekan. Honestly bilan boshlaganimizdan keyin biz cho'tga aytib xulosalash uchun counting down the days degan narsa bor bizda. To count the days. Buni ma'nosi teng bo'ladi. Eagerly wait for something. Biror bir narsani intiqlik bilan kutish. Ko'pchilik studentlar biladi, look forward degan so'zni biladi, boshqa yere o'tmaydi. Uni informalda ham ishlatadi, formalda ham ishlatadi. Look forwardni biza informal letterda ishlatishimiz sal noto'g'riroq. Nechun deydigan bo'lsak, bu o'ta darajada akademik so'z va formal letterlarga tushib ketadi. Shuning uchun biza mana bitta informal aytishimiz uchun look forwardni o'rnina har doim I am counting down the days already desak, men allaqachon kutib turibman, intiqlik bilan kutib turibman shu kunlar kelishini degan ma'noni anglatadi ekan. Keyin bizada oxirgi xayrlashuv qismimiz take care and stay safe. Shundan boshqa xayrlashuvni maslahat bermayman. Nechun desa informal bu, do'stimga yozib turibman, best regards, yours faithfully degan so'zlar to'g'ri kelmaydi. Bular formal uchun cho'tki so'zlar. Ya'ni take care degan sog' bo'l, stay safe dedi. O'zingga qara va sog' bo'l degan narsani aytdi va oxirinda o'zlarimizning adimizni yozamiz ekan. Ana endi biz polni informal letterimizni bugun application turini ko'rib chiqdik birma-bir. Keyingi darslarimizda xudo xolasa keyingi turlarini, vocabini, structure'larni ko'rib chiqamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar.